Bugun nima ovqat qiling? Bilganingni qil. To'xta. Noto'g'ri ovqatlanishni bas qil. Ayol kishiga chiroyli qomat yarashadi. Ayol kishiga eng yarashmaydigan va nafosatini buzadigan narsa bu semizlik. Ayniqsa qorin. Hech qanaqa bahona qilmasdan rostdan ozish xohlasangiz, sizga Fitway kompleksini tavsiya qilaman. Mahsulot ishtahangizni nazorat qiladi. Ichagingizdagi har xil musor shlaklarni tozalaydi va jigar faoliyatingizni zo'r ishlatadi. Undan tashqari, kun davomida energiyada yurishingiz uchun kokteyl ham bor. Shuni ichib, kaloriya defitsitini hosil qilib, maza qilib olasiz. Buyurtma qilish uchun ro'yxatdan o'ting va ko'rkam qomat egasi bo'ling.